Xullas, barchaga salom. Vexo, turing qana video olaman. Xullas, sizlar bilan men Jumper Uzebek har doimgidek va do'stlar, men bugun sizlarga ajoyib narsani ko'rsatmoqchiman va bu Hypelex'ning eng zo'r kartalaridan biri bo'lmish Hypelex Castle serveri. Bu do'stlar Minecraft 0.14.3.3 versiyadagi eng zo'r serverlardan biri desak ham bo'ladi do'stlar. Bu yerda anarxiya, kuchayish, PvP, Bedwars hammasi bor. Ammo do'stlar, bu serverda eng qizig'i nima bilasizlarmi? Hozir ko'rsam. Ana shunday do'stingiz bilan qandaydir yashirin tunnel topib oldim va tunnelda ketayotgan vaqtimizda bir narsaga e'tibor berib qoldim. Ha do'stlar, to'g'ri tushundingiz. Bu serverda Herobrine bor. Ammo buni hech qanday yaratuvchining o'zi qo'yishmagan. Men buni bitta joyda emas, juda ham ko'plab joyda sezib qoldim. Bu yerlarni bitta ko'rsatib chiqish uchun ko'p vaqt ketdi. Ammo men ulardan bir qanchasini ko'rishga, aniqroq payqashga muvaffaq bo'ldim bunday hodisalarni. Bu serverdagi eng sirli joylardan biri do'stlar. Bu yerlar juda ham chiroyli qilib yasalgan, ammo ana shu g'orlarda ketayotgan vaqtingizda xuddi sizni kimdir poylayotgandek yoki kuzatayotgandek bo'lasiz. Ammo serverning ana shu burchagiga kelgan zahoti, ana shu burchakda siz yana shuni ko'rib qolasiz. Ha do'stlar, bu yana Herobrine edi. Herobrine siz bu burchakda 100% ko'rasiz do'stlar. 100% emas, 50 yoki 60% ko'rish ehtimoli bor do'stlar. U sizni doimo kuzatib yuradi. Men nima uchun meni kuzatayotgani sababini aniqlasam, men YouTuber ekanman. Serverda YouTuber martabasi berilgan ekan. Shuning uchun u meni ko'p kuzatayotgan ekan. Men 1-2 marta bo'ldi bu shunchalik bironta o'yinchi deb o'ylagan, ammo o'yinchini ustiga yozib qo'ygan. Ammo men yana chiqdi. To'g'ri, u o'yinchi bo'lishi ham mumkin edi, ammo o'yinchining ustiga nickini yozib qo'ygan bo'ladi. Ammo unda hech qanday nick qolaversa, hech qanday hujum aksiyalari yoki jonini ko'rsatmas edi. Bu qanday bo'lishi mumkin do'stlar? Bu hech qanaqa nima emas, hatto kartada u ko'rinmaydi ham do'stlar. Va men qo'rqishdan tashqariga chiqdim va tashqari esa har doimgidek ajoyib edi do'stlar. Xullas, ana shunday do'stimni qidirib yurayotgan vaqtimda, do'stimni har tomondan qidirardim. Uni topish juda ham qiyin edi bolalar. Ammo bir vaqt ana shu ko'chachaga kirganimdan shunday kirib qasrni ko'rsatmoqchi edim do'stlar. Bir vaqt qasrning ichiga kirdim. Ana shunday ajoyib kadrlar chiqdi do'stlar. Serverni reklama qilayotgandim va bir vaqt qasr oynalarining birida ham uni payqab qoldim do'stlar. U shunchalik aniq o'tirgan ediki, xuddi uning ko'z yosh qonga to'lgan edik. Do'stlar, videoni to shu yergacha ko'rganingiz uchun rahmat do'stlar va bu video juda ham qo'rqinchli bo'lgani uchun albatta kanalga like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang do'stlar. Biz bunday videolarni tez-tez chiqaramiz va agar Herobrine bilan o'ynashni xohlasangiz, albatta shu serverga ulaning do'stlar. Ko'proq odam bo'lsa, balki biz Herobrinedan tashqari ko'proq miflarni qo'sharmiz. Xayr do'stlar, omon bo'ling.